Chef. Asıldayo baba. Chef endi siz qulog'ingizga taqmang endi. Ha, let's go deganlar boshlandi o'yinimiz. Shundoq beryapman pulni hurmatdasiz Ziko akam, rahmat Xudoga. Hunter Ahliyor aka bilan ko'rishib turibsizmi? Albatta ko'rishib turibdi. Beryuboringlar ovozli. Danasilka beryuboringlar ovozli yo'q bu yerda. Danat Ali ishi yo'q ekan. Voy botdan hozir ajoyib tarzda hozir Jamshid kill topdi. Vaymi botdan push qildi. Jeki botdan. Nima qildi hozir Jeki? Cover berdimi? Jeki uronni ko'ramiz. Jekida 161 urron emas. Jekida 67 da cover berdi shepim. Uronni ko'ryapsizmi? Endi ko'rsatib turadi. Top 2 da turibdi uronni hozir Vaymi 1-0. Shep 1-0 dan bitsa bo'ladimi? Lekin o'ylaymanki, bilmayman unisini. Lekin o'ylaymanki, shep ko'chmasdan o'ynaydigan vaqt lekin bor hozir. Temur ham otadi, Vaymi ham otadi. Bitta push qilib olish kerak va bazasiga yotib olish kerak. O'ng chap qilib bo'ldi. Ramzes Pizis o'ynadi. Ramzes просто skip sunni qilib hammani. Jigarlar hozir bo'tda Vaymi chap tarafdan pik qilmoqchi Jekiga. Jeki bo'tda o'ta Temur hozir ajoyib tarzda damage'larni qabul qilib oldi. Jamshid nima qiladi? Shep Jamshid nima qilyapti? Jamshid push qilyapti. Tushunmayapsizmi nima bo'layotgan? Cho'chyapti. Vaymi chunki bu yerda coverda turibdi. Temur hozir bitta pik qilsa lekin olib ketadi. Qaranglar. Hunter pik. Buf. 2 kishi olib push qilyapti. Jekini hozir push qildi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jamshid bir kishini olib ketdi. Shot 2-1 jigarlar. Teoda baribir nomer 1 aka to'g'rimi? Endi bilmaymiz jigarlar. Hammani o'zini любители bor. Любитель kim? Hech kim. Чего? Johnny Sings? Mia Khalifa? O bu yerda ajoyib tarzda Temurga hozir damage'larni Jeki Niklarni aytib streamdan chiqib ketishadi. Hozir Jamshid push qiladimi? Jamshidga hozir infosi yo'q. Jamshid ikkita killni hozir o'z hisobiga yozib qo'ydi va Vaymida hozir bitta jalla pizdes. O'sha Ziko tuzumisiz rahmat uka Dante. Sizda bor edi-ku aka, endi bilmayman ukamni yo'qgan invalidlik qilmagan. Botdan Temurmi? Temur hozir botdan push qilmoqchi. Ko'ramiz hozir Jeki va Temur to'qnashuvi bo'ladi. Qani birga bir kim olib ketadi? Jeki va Jeki gap bo'lishi mumkin emas. Temur hozir close fight yutib qo'ydi. Agar hozir Temur jamoasi yutqizib qo'ysa, lekin shep ishtonimi yechama. Real. Addushi. Ustiga ko'rinib qoladi. Vo, ustida Mercy yozildi. Ashlarda. Qani ishlaydi aka zo'r ekan. Hunter 5 ga deysizdan turnirda og'ziga hamma berib yuborgan buni. Qani ko'ramiz o'yinda Temur hozir botda Vaymi push qilyapti. Jeki botda chap tarafga o'tirib olgan. Zakarovga kutyapti. Biladi to'shda botda odam borligini Vaymi bular bazaga yotib olishda hozir 2 kishi push qilishmasa 3 minut vaqt qoldi. Hozir yutishadimi bular? Yutish kerak. 3-1 yutadimi? Jalab o'zi turnir qiladi, ben faylamiz. Hop bu yerda nima qiladi hozir? Jekiga ko'ringlar. Jeki nima qilib tashlaydi hozir? Jeki Temurni biladi. Mana degan o'chitib turishib, juda g'alati turadi. To'g'ri, uzr. Men bor uzr. Hozir Vaymi va Jeki Temur jamoasi hozir push qilishmasa hozir 250 sekund, 49 sekund, 48, 47, 46. Vo, hozir tugyapti. Сколько? Limit kilo сколько? Объясните, пожалуйста. Oy, 4-kill hozir Jamshid beryapti. Vaymi va Temur jamoasi nima qilib tashlashyapti? Nima qilishadi? Bitta shot olishgan bo'ldi. Hozir Jaska, to есть Jeki hozir kutyapti. Bu yerda Vaymi push qiladimi? Vaymi nima qilyapti? Vaymi bu yerda kutib o'tiribdi. Temur hozir bu yoqda ham kutyapti. Bilmayman nimadir qilishyapti. Menimcha reglamentni o'qishyapti. Bekor etdisanu aktyorlarni nekini ketishni ko'rgani. Voy, bashariylarga qurbaqa tepkur. Men aytdim, legendarniy игрокlar. Vo, Vaymi. Значит, limit bor. 8 ta kill ekan limit. Bulut push qilish kerak. Push qilmasa bo'lmaydi. Jeki jamoasi hozir push qilyapti. Jamshid botdan o'ng tarafdan chiqyapti. Vaymi va Jamshid hozir nima qiladi? Kim oladi deb o'ylaysiz? Agar Jamshid hozir ishtoningizni yechasiz. Qarang, birga birda hozir agar Vaymi olib ketsa, men yechaman. Aldadim.
Ketayotgan megabaytimga yurolmasam, 8 kill ekan. Jigarlar hozir bular push qilmasa, hozir yutqizib qo'yishadi. 4 ta ochko olishi kerak. Hozir Jamshid gap bo'lishi mumkin emas. Vaymini hozir urib qo'yadimi? Yo'q, Vaymi dushi gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jaska Jeki botda cover bera olmadi. Jeki qolib ketdi. Birga birda olib qo'yadi deb ishondi o'z sherigiga. Teyutimur botda nima qildi? Teyutimur prosta kutyapti. Teyutimurga farqi yo'q, chunki 8 ta kill 1 minut ichida menimcha olish olmaydi. Chunki juda ham potni o'yin bo'tdi. Menimcha final shape juda ham potni bo'ladi. Menimcha bir xatda ko'ramiz. Bir 10 ta перегровка bo'lmasa agar, xudo asrasin. Obota Vaymi push qilyapti. Vaymini hozir ko'rdi va damage berdi, miyasiga berdi. 2 kalla, 3 kalla. Yo, berarmikan? Oxirdan qisdan, orqasidan keldi. Eshitmadi, 5-kill, 3 ta kill olsa bo'ldi. Jeki jamoasi hozir Borsa bo'ladi bemalol o'tiribdi hali ham. Bila, yo, chiqdi, bildi, to'xta. Voy, hozir bu ajoyib tarzda old. Yo'q, 5-3. Hozir Vaymi yana Ghostwat turdi. Agar 5 ta ochkoni hozir 50 sekund topib ketsa, o'ynab o'g'irishsa ya hozir ana. Agar hozir comeback qilib ketsa, Teyutimur jamoasi men jinni bo'laman. Всё, осуждаем kill. Voy, bu hozir ajoyib damagelar. Orqaga qaytish kerak. Yo'q, tiqilib qoldi. Orqaga qaytdi. Hozir Ziko yana stop. Voy, hozir Jeki urib qo'yishdi. Gap bo'lish mumkin. 5-5 divona qo'y. Agar hozir Jamshid top ketdi. 30 sekundda 3 ta kill. 3 ta kill kim oladi? Jeki jamoasi yoki Teyutimur jamoasi? Menimcha hech kim push qilmaydi. 5-5 bo'ldi. Shey, menimcha bo'ldi. GG. To'xtatib ketdi. Ha, перегровка bo'ladi. Походу, ovozim ja baland kelyapti, jigarlar. Bilaman. Endi normalmi? Mikrofonni og'ziga ketib gapirganingizdan keyin shu tashla. O'jalar nima qildi? Bila, gap bo'lish mumkin emas. Hozir ikkita qonxo'rlar bir-biriga cover berdi va ikki kishini urib yuborishdi. Hozir Jeki bilan Jamshid nima push qilishmaydi va перегровка deganlar. 5, 4, 3, 2, 1. Hunter ko'chakir. Ketdi. Jigarlar. Jigarlar mingta like bo'lsa, Hunterda xurrak yotib uxlayotganini tashiyman. Jigarlar Hunterni sal Pol Hunter bir paytlar zo'r bo'lgan. Faqat pastelda zo'r bo'lgan. Ya. Obunachi bo'yicha turnir ham qiling. Lekin shep mana shu variant lekin. Qilamiz. Jigarlar qani let's go boshlandi. Teyutimur va Vaymi. Kim yutar ekan? Teyutimur va Vaymi. Jeki va Jamshid. Ziko Kumeri senator 100%. Ziko nomerading glazok edi ya. Hozir ham nomeradingman. Jigar bitta kontent olamasam biladi. Voy, mana birinchi kill bo'ldi. Birinchi kill hozir Jeki ajoyib tarzda Vaymini hozir urib qo'ydi. Vaymi potda push qildi, agressiv o'ynashyapti. Teyutimur jamoasi menimcha Jekilarni neda atsenovat qilishyapti. Hamma o'yinda. Lekin соперникni atsenovat qilish bu prayov degani o'sha, GG degani shep bu. GG походу. Hozir qo'ydi-yu. Ha, pastelni ko'rganmiz. Yo'q, o'sha pastel yotgan payti qimilladi yotganini ko'rib qo'yaman-da. Vaymidan ikkinchi xato. Vaymidan ikkinchi xato va Jeki hozir ikkinchi kill yozib qo'ydi o'z hisobiga. 8 ta kill qilishsa bo'ldi. Jeki jamoasi orqaga yotib olishsa, всё, GG jigarlar, GG. Teyutimur hozir cover beryapti. Jeki ham normal o'ynar ekan-a, shep. Da. Jeki ham yaxshi o'ynar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jeki botdan, Jeki hozir Teyutimur hozir botdan push qilyapti. Jamshid botda hozir 0 qilib qildi va Jeki bilan hozir push qilishmasa, nima bo'ladi? Hozir Vaymi botdan Vaymi botdan juda ham zo'r cover beryapti. Shunaqa o'ynashmoqda, cover qilib bitdi guruh. Hozir botdan Vaymini qarang, nimalar tashlayapti bu Vaymi. Jekiga ochilmasdan cover beryapti. Teyutimurdan hozir ikkita frag botda Vaymi hozir ashibka qildi. Timur Vaymini ashibkasini hozir to'g'rilab qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir botdan ikki jamoa push qilishyapti va Jekidan botda ajoyib. Yo'q, Jeki va Teyutimur kim olib ketar ekan? Jeki yoki Teyutimur? Hozir botdan Vaymi olib ketdi. Hozir Jeki. Gap bo'lishi mumkin emas. Jeki hozir Teyutimurni yana close paytda urib qo'ydi. Hozir botda Vaymini ham Jeki uryapti. Jeki nimalar qilib tashlayapti, shep? Yani знаю. Jeki nimalar qilib tashlayapti? Opalarini go'ttini. Jeki gap bo'lishi mumkin emas. O'yini menga yoqdi Jekini. Xo'p, ko'ramiz Teyutimur hozir. Voy, bilet, Vaymidan ajoyib kill hozir to'g'ri. Jeki botdan pushni kutyapti. Teyutimur 10 dan push qilayotgan bildi. Vaymi ikkita burchaga o'tib olishdi. Hozir bir kishi push qilmasa, shep yana перегровка bo'ladi hozir. Ya'ni 4 ta ochko olsa, hozir botdan Teyutimurdan xato bo'lishi mumkin. Jeki ajoyib tarzda 3-killini o'z hisobiga yozib qo'ydi. Jeki nimalar qilib tashlayapti? 5-0. Vaymini o'zi agar kishi hozir push qilib olsa 6-ochkoni o'z hisobiga yozib qo'yishadi. Mana shu bir kishini urgandan keyin ikkinchisini push qilib olish kerak-da, tushunasizmi? Bilmaydi-da bular, tushunasizmi? Professional igrokdan mana maslahat-da.
Xorazmdamiz Ziko yo'q, Toshkentlikman deganlar. Jamshid va Jeki hozir bir joyga to'planib olishdi. Vaymi va Timur push qilishadimi yo'qmi? Ikki tarafdan push qilishsa hozir botdan Jamshid pik qilmoqchi. Shapdan pik juda ham xato. Danasilka tashlaylik. Jigarlar Danasilka shapga profil shuna kirsanglar pastda yozilgan. Shep chatga Danasilka tashlaylik. Tashay? Yo'qmi? Ekranda ko'rinmaydi. Nastroyga qilmayman. Hop. Ajoyib tarzda hozir olmaslik, ya'ni Jamshid va Jeki hozir 5-4 hisobida oldinga ketishyapti va 3 ta ochko olishsa bo'ldi. Jeki jamoasi bitta win bo'ladi, ularda yana bitta переигровка bo'ladi adashmasam. To'g'rimi? Duh победы-ku, to'g'rimi? Shashar asosda Vaymi so'kmaylar, jigarlar. Unaqa игрокlarni so'kib o'zinglarni anaqalarni tushirmaylar, yo'q obro'yinglarni. Yo'q obro'. Obota Vaymi push qilyapti, nima qiladi Jamshid? Jamshid turib qo'yadimi? Jamshid botdan chapdan qilyapti. Yo'q, Jamshid. Jeki bir HP Vaymi. Jeki nima qiladi? Jekini ostida Yutimur push qilyapti. Botda Jamshid. Bular 5-5. Bular Yutimurdan qanaqa biglar. Qantaris pik qoldi bu. Jab bo'lishi mumkin. Hozir Jamshid. Yaxshi Timur ikkalasi olib ketdimi? Yeba 7-6 bitta shot bersa bo'ldi. GG. Sizga faqat brollarni o'yini yoqar ekan. Vaymi chiqyordi. Yo'q, zo'r o'ynayapti Vaymi. Gap bo'lishi mumkin. Timurdan hozir ajoyib back. Jigarlar. Vaymi jamoasi hozir comeback qilib ketadimi deb o'ylab qoldim. Shep. Sasol. Hozir Jeki botdan pik qilyapti. Jekidan info bor. Jamshid nima qiladi hozir? Jamshid. Hozir ikkita shot olib ketsa bo'ldi. Timur jamoasi ikkinchi o'yin boshlaymiz, a? Bitta shot olib ketsa. Adashdim. Hozir bu yerda Jamshid uyg'onmasa bo'lmaydi. Jeki bu yerda ajoyib killarning hozir berib tashadi. Vaymi va Timur bir ro'yga qarashyapti. Qarang, men o'ndan chap qilaman, endi pik qilaman, chapdan deyapti. Bo'ldi, go deyapti. Ko'ramiz. Ziko lekin borman sizni oldini Abdushu ko'rganman. Globalarizga rahmat. Jigar Ronaldo bilan Messi bitta komanda o'ynaganda bo'lyapti. Da. Вот именно jigar. Qani ko'ramiz hozir. Bo'la Vaymi bu yerda agressiv o'ynashni xohlayapti. Значит, bu yerda agressiv o'yin bo'ladi deb o'ylab qo'yaman, shefim. Ola like'larni bosib qo'yamiz. Like'larni 800 taga olib chiqib qo'yish kerak buni qo'yuvchi o'zi 800 ta like kam 1000 taga. Kam 1000 taga olib chiqish kerak. Jigarlar hamma like obuna bosib qo'ysa qani. Legendalar o'ynayapti. Kecha sizlarga aytgan setimizda hozir Vaymini ustiga ko'rdinglar, yechib qo'ydi surazi. Ko'rsatmasin degan ma'noda bilmayman endi. Ko'rsatmasin yuragimda. Timurni ko'ramiz. Timur bu yoqda nima qiladi? Timur o'yinlardan bilaman, unchani kutib o'ynaydigan igrok emas. Push qilib o'ynaydigan igrok. Nima qanchalik sabri yetib kutib o'tiribdi pushni. Lekin pushdan foyda yo'q, chunki ular hammalari 8 ta kill olmaguncha ular ham proxod olmaydi. Ular bo'ladigan bo'lsa, ular shunaqa. Vaymi telefoniga iPad o'ynamaydi Vaymi. Hozir bu yerda Timur va Vaymi oxirgi sekundlarni kutib turib bitta push qilib yuborishmoqchi. Menimcha shepim shunaqa deb o'ylayman, chunki bu yerda agressiv o'yin ko'ramiz. Hozir Vaymi bilan Timur bu yerda nastroy qilishyapti, push qilishga. Jaska va Jamshid, Jeki va Jamshid hozir chap tarafda, to есть ulardan chap tarafda, Timurdan 10 tarafda o'tirishibdi. Bular tushuntirmasam piyuz bo'ladi. 700 ta like jigarlar. Davay mujik, hamma like. Jeki bu jigarlar. Jamshid o'ynayapti hozir. Frezi уже давно chiqib ketgan jigarlar. Antroga sizdan o'z akkauntda savdo rosa akamoqchi bo'lganini pul yo'q edi, aram qiladi desa jigar. Ramazon ayting, bemalol yig'ib olasiz. Hozir как сезон. Menimcha bor oxirida push qo'yishadi. Men o'ylagan rejam hozir amalga oshadi, shep. Chunki 2,5 minut vaqt qolyapti, shep. Ha, bular oxirni kutib bam yasab borishadi. Lekin o'ynasa olishyapti lekin bormi? Ziko va meni yutasmi? Albatta jigarlar 10 kda, absolyutно 10 kda. Bemalol yutaman. Agar ko'rsat proof qani 100 seli men o'ynamayman. Menda platka jigarlar. Ziko priz nima? Jigarlar priz pul miqdori Oqtepa sohil bo'yidagi kanali va 10 million AQSh dollari. Deb aytolmayman, chunki buni tushgan ham yo'q. Plus Dubaydan bitta uydi. Ha, bu yerda Jeki bu yerda hozir Timurni ko'rdi va burchaga sirpanib turib, bu yerda hozir Jamshidni o'ylayapti, Zakarovka deb o'ylayapti. Da, Zakarovka deb o'ylayapti Timur. O'shanga hozir infosi bor. Bemalol hozir
Bo'ldi, 2 dona infosi bor. Hozir nima qiladi? Ziko prezident Oqtepa zog'idan 2 kanalli. Bola, agar sizlar ham turnirga qatnashmoqchi bo'lsanglar, hozir ham Ojiga, qara, Jamshiddan hozir ajoyib kill bo'ladimi? Hozir kishi hozir. Pabetning shotan bo'lishi mumkin, lekin mana shunaqa olib ketadigan bo'lsa, hozir o'yin tomonidan push qilishlari kerak deb o'ylayman. Hozir Timur va Vaymi, lekin bu yoqdan ko'rishimiz mumkin Jekoni va Vaymidan. Voy, Vaymidan 8-kill. Pabetning shot degan bo'ladi. Hozir Jeki bota push qilyapti, nima qiladi? Jeki hozir push qiladimi? Da push qilyapti. Voy, bota mana Vaymidan ajoyib cover. Chivo bilet. Bo'ldi, shef olib ketdi. Bo'ldi, GG. Olib ketdi bular. Menimcha GG. Voy, bota qolib Jamshiddan urib yuborish mumkin Vaymi va info berdi. To'shda joni kam bota Timur push qiladimi? Da push qilyapti hozir botdan Jekini urib yuboradimi? Yo'qmi Vaymi gap bo'lishi mumkin. Timurdan ajoyib frag bor, ajoyib frag. Spreylarini qaranglar. Vaqt bor deb o'tib ketdik. Bolalar, agar sizlar ham turnirga qatnashmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram kanalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi turnir obunachilar uchun ham qolishimiz mumkin. Albatta, jigarlar Vaymidan ajoyib mumkin va Timurdan ham navbatdagi kill amalga oshirildi. Shotlar 13-6, 2-dan ham o'tib ketishdi. Mana shunaqa o'yin kutayotgandan bu komanda a'zolaridan, ya'ni Vaymi va Timurdan. Mana ajoyib comeback bo'ldi. Aytganimdek, oxirgi sekund tushadi dedim. Bo'tda Telegram kanal tashlashyoqdi. Tez kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Mujiki 2 bo'ldi. Gapirishimda hozir Jekida ajoyib pik. Bu Vaymiga qimmatga tushdi. 14-7, 40 sekund ichida comeback qilish oladimi? Jekodan navbatdagi killni ko'rishimiz mumkin. Timurdan. Jeko deydi, Jekidan ajoyib kill. Hozir gapirishimda Jeki hozir komandasini tashid qildi. Voy, Jekini hozir qo'yadimi? Yo'q, bo'ldi o'sha. 15 razmen berib ketyapti. Na, 16-10 va 20 sekund qoldi. Mana bo'ldi. GG deb o'ylayman. Jigarlar, keyingi o'yinimizni yana hozir boshlanadi. Sразу rek bo'ladi. 17-10, o'sha Unreal comeback. 17-10. Mana shunaqa agressiv boshda o'ynash kerak edi. Bu igroklardan men shunaqa agressiv o'yin kutayotgandim, chunki Jekidan bo'ldi, sal qoldi. Vaymi botda ustunlikni voy bo'ldi, GG jigarlar. 0-0. Birinchi pobeda yes уже. Botlar timda. Ziko nechinchi yilsiz? Men 99. Alayat 2008. Beda priz olamiz. Uydangiz nega yo'q bo'lib ketdi jigar? Katta xolam qo'yatdim. Turnirni kim qo'yatdi? KTXmi? Qo'g'irlar. Ana let's go jigarlar, o'yin boshlandi. Jeki botdan push qilyapti. Jeki va Jeki hozir yana chiqib ketadimi deb o'ylab. Daromad to'lka PUBG'danmi yo'q? Bu qayam qochiramiz. Beda bir sotish bilan boradi. Orada ko'chaga chiqib turadi Chilonzor, Pronzor qatorlik. Hunter shu bildirmaydi sizlarga, lekin men sizlarni bildim. Ramazonda so'kinmanglar jigar, og'iz ochilib bo'ldi. Yibamiz. Og'iz bo'lgandan keyin bo'shlanmadi. Hunter jigar editor akkaunt qancha bo'lyapti? $30. Ledni tur bo'ldi, hech nimasi yo'q boshqa. O'shani ham 2 marta ledni tushirib to'g'ri qilgan. Ammo do'rdan qochganlar jetdi ekan. Dordan qochganlar. Da, o'yindan chiqib ketgan jigarlar. iPad olgandan keyin shunaqa bo'ldi. Yangi iPad olgandan keyin atak eski iPadda yaxshi o'ynaydi. Nima deysizlar endi? Timur va Jeki jamoasi hozir o'yin boshlandi. Jamshid botdan 10 ga yo'q, 10 ga o'tib oldi. Jamshid qaytib ketdi. Timur hozir infosi yo'q. Chapda deb o'ylayapti hali ham. Yo'q, ko'rdim ekan. Yandirmanmi o'sha? Voy, botda bayt bo'lyapti. Jump troll. Molim bor, qochirib keting, всё. Botdan Jamshid hozir pik qiladimi va Jamshid hozir 1-1 Timur bilan 1-1 ochib qo'yadi. Jamshid kim yutar ekan? Timur yoki Jamshid? Qani let's go. Close fightda kim yutadi? 1 2 3 hozir 2 kishi hozir push qilyapti. Vaymi va Jamshid hozir ajoyib tarzda. Yeba. Vaymi va pistolet urdi va Jamshid sразу razmen zo'r bo'lyapti, shep. Lekin bular razmenni tushunadi, qarang, bular TDM'chilik bilinadi, deb, razmen bir razmen qo'yadi. Hop, Jeki botdan kutyapti. Jamshid bilan Jeki birga o'ynashyapti. Alohida o'ynashni to'shdi va bilishyapti. Ikkalovligi, to есть Vaymi bilan Timur bir kishini push qilishligini bilyapti. O'shanga birga o'ynayapti Jeki va Jamshid. Hozir Jeki botdan ko'rdi igrokka. Vaymi botdan ajoyib pik qildi. Hunter pikchi. Ona botdan gap bo'lishi mumkin. 2. Yana 4 ta kill bo'lishi kerak pobeda uchun. Pobeda uchun yana 4 ta kill bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz Timur jamoasi va Vaymi. Ye bilay.
Vaymi bilan Tevtimurni ko'ramiz, Ziko qo'toxo'r deydi. Gala, qo'toxo'r emasman u, lekin oziligi katta. Xo'p, ko'ramiz hozir Vaymi nima qiladi? Tevtimur bilan 5-2 hisobda hozir yutyapti Tevtimurdan hozir. Voy bu yerda Vaymi Jeki hozir. Jeki 1 HP bilan, почти 1 emas, 2-3 HP bilan olib ketdi hozir Vaymini. Voy bu yerdan ajoyib tarzda hozir Vaymiga хороший damage berib tashadi Jamshid. Jamshid bu yerda yana pik qilyapti. Nima qiladi? Jeko. Men Jeko deyapmiz boya. Jeki. Timurdan Jamshidda urganini ko'ryapmiz hozir. Gap nima Timurga ham 30-50chi. Timur. Voy hozir Jekini urib qo'ydi. Voy. Yondagina yo'qadingchi. 7-3. Bitta kill olsa уже победный удар bo'ladi. Voy hozir Jeki. Yaxshi. Chep men Jeki eshitmadi hozir joni kamligidan bor, Allohdan borligini. Hozir bu yerda ajoyib tarzda 9-3 hisobda bo'ldi. Berishmaydi. Tevtimur jamoasi bermaydi. Hozir Jekidan ajoyib kill. Tevtimurga hozir Hunter's pick qo'yordi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, bu ustunlikni hozir Jeki jamoasi qaytara olmasa, Shefso GG bo'ladi. Hozir o'shanga hozir nima qilib bo'lmasin olib ketish kerak. Jeki jamoasi hozir yutqizib qo'yishi mumkin. O'shanga agressivroq o'ynab, bir rolga cover o'ynamasa hozir yutqizib qo'yishadi. Jamshid bilan pik qo'yapti. Tevtimur bilyapti, o'sha ikki kishi pik qilishini, cover borligini o'shanga push qilyapti. Nima qiladi endi? Ma'lumot uchun Jamshid 2011 Feruzni. Yuraldi. 2011 bo'ladi. Gap yo'q ekan. Chapdan ondan pik qiladi. Voy gap bo'lishi mumkin. Hozir ajoyib tarzda Timurni Jamshid o'zini hisobiga yozib qo'yapti va shotlarni qisqartiryapti. 6-9 3 ta hisob bilan ajratib turibdi ustunlikdan. Ko'ramiz hozir Jeki. Vaqt bor, lekin bemalol comeback qilsa bo'ladi, lekin Timur bilan Vaymini ustidan 5 minut ichida comeback qilsa bo'ladimi degan savol chiqdi. Comeback qiladi, men ishonaman Jeki bilan Jamshidga. Ko'ramiz hozir. Qaramayotgan payti hozir o'tib olish kerak, chunki Timur hozir Vaymiga cover beryapti. Va cover berdi. Jekodan navbatdagi kill Timurni lobbiga jo'natib yubordi. Yaxshi. Nima Jeki bo'lyapti? Obota Jeki nima qiladi? Jeki Timur hozir urolmadi. 12-7 ko'ramiz hozir nima qiladi? Timur hozir bazasiga push qilyapti. Vaymi botna, Vaymi ajoyib tarzda hozir pik qildi, gap bo'lishi mumkin. Yaxshi damage'larni oldi. Va gap bo'lishi mumkin emas. Nima qilyapti Vaymi? Albatta buni deyman bo'lsa Timur va Jekini ko'ramiz mumkin va Jeki navbatdagi shotni berib Jamshid ajoyib. Jamshiddan razmenda ko'rishimiz mumkin. Vaymi nima qiladi bunaqa vaziyatda? Vaymiga o'tkazadigan bo'lsak, pik qo'yapti, lekin Jeki yaxshigina damage'larni berib qo'ydi va Jamshid bu ishni 10-9, все, menimcha походу GG yoki comeback qilsa bo'ladimi? Bilmayman. Comeback qilsa bo'lmaydi. Chunki Vaymi bilan Timur hozir juda ham agressiv o'ynayapti va hatto bitta kill olib ketishyapti, ikki kishi yashab. Bir olib ketsa, значит bu уже o'yinning oxirigacha. Voy, o'ta ajoyib tarzda hozir Jamshid kelyapti. Jamshid hozir bu Vaymi. Lekin Jeki bunga yo'l qo'ymadi. Jako degan tilingizga qo'yam. Jeki hozir bu yerda ajoyib tarzda hozir rasmiy qilib turib o'z hisobiga yana bitta kill yozib qo'ydi. Jeki nima qiladi? Jekida ajoyib pik. Hozir Jeki gap bo'lishi mumkin, yaxshi o'ynayapti. Timurda 3 ta minus kill bor. Endi buni administratorlar ko'rib chiqadi. Adminlar, to'y organizatorlar ko'ramiz. Nima bo'ladi hozir bu yerda ajoyib tarzda nima bo'ladi? Hozir 1 HP Jamshid nima qiladi? Jamshidga hozir rasmiy kerak. Jeki. Qayerda bu Jeki? Jeki nima qildi? Rasmiyga chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jamshid urib oladimi yo'qmi? Voy, bilan ajoyib tarzda hozir Jamshid Vaymini urdi, Jekini ko'ramiz. Jeki. Yo'q. Duelga berib qo'ydi. 1218 Timur hozir ajoyib tarzda ikkishini olib ketdi. Metga berib keyin otdi aqlli. Va unaqa qilish mumkinmi? Bilmayman, men tushunmayman, to'yis. Yo'q, organizator o'y gap bo'lish mumkin. Hozir Jeki push qilyapti. Voy, yana gap bo'lish mumkin. Timurdan hozir ajoyib pik agressiv o'ynashini Jeki qochib ketdi. Jeki nima qiladi? Jeki hozir pik qiladi. Hunter's pik qilish kerak bo'ldi. Razmenga Jamshid keladimi yo'qmi? Menimcha kelmaydi deb o'ylayman, chunki bu yerda Vaymi bilan otishyapti. Vaymi uni urib qo'ydi. Gap bo'lish mumkin. Jekidan ajoyib kill. 13-19 Jeki zo'r o'ynayapti. Gap bo'lish mumkin emas. Vaymining YouTube akkaunti bilmaymiz sizlar. Vaymi Timur ko'ramiz hozir. Bir ro'ga bular juda ham zo'r razmen beryapti. Ziko aka qachon ofisga boray? Ukam keverli bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
Hop, hop bu yerda Vaymi hozir Jeki bilan to'qnashadi. Teyutimur urib yuborish kerak. Yo'q. Ulgurmadi. Gap bo'lishi mumkin. Hozir bu yerda Jamshid Teyutimur urib yubordi. Vaymini ko'ramiz. Vaymi hozir Jaskani, to есть Jekini push qiladimi yo'qmi? Yo'q, Jeki bilan Vaymi hozir bu yerda potni o'ynashyapti. 14-19 comeback qiladimi yo'qmi? 2 minut vaqt. 2 minut vaqt agar comeback qilsa bilan Hunter gol rasmini slivini tarqatib yuboraman. 100% javob beraman. Qani let's go. Comeback qilish kerak, jigarlar, comeback qilish kerak. Qani nima qilib bo'lmasa comeback qilish kerak. Vaymi jamoasi va Jeki voy hozir Vaymi bilan Jeki. Voy gap bo'lishi mumkin. Jeki. Yaxshi, Jeki, yaxshi. Voy hozir Teyutimur hozir Jamshid urib yuboradimi? Gap bo'lishi mumkin. 16-19. Mana buni comeback hissa qoldi. Mana endi yo'q, bo'ldi, ba'ziga gol passivni o'ynashadi menimcha. Ha, bo'ldi, ba'ziga yotishadi menimcha. Teyutimur va Vaymi ba'ziga yotib bo'ldi, o'shda kutishadi. Hozir Jeki jamoasi hozir comeback qilib ketsa, men gap bo'lishi mumkin emas deyman, lekin nimalar bo'lib ketyapti? Teyutimur Vaymi hozir bu yerda Jamshidga cover kerak. Jamshidga cover kerak edi. Jeki bu yerda ulgurolmay qoldi. Teyutimurga qarab qoldi. O'shanga sal fokus buzildi. Voy, nima bu? Timur jala jump troll urib yubordi. 3 ta galla berib yubordi. Hozir qariya yaxshi o'ynadi, qariya. Kelma. Teyutimur nimalar qilib tashlayapti? Ajoyib ishimiz mumkin va Razmenga Jamshid ulgurdi o'sha. Uchtigala berib yubordi. Hozir Vaymi bilyapti to'shda bu yerdan Jeki chiqishini. Teyutimur xarakteri просто urib yubordi. Tap hozir polni push qiladi. 54 sekund borligini biladi. Hozir Teyutimurdan gap yo'q. Jeki Teyutimurni to'xtatdi, Jeki. Gapirmaganmi? Jekini urib. Hop bu yerda ajoyib tarzda Vaymi Jekini urib yubordi. Jeki bu yerda jahli chiqdi, bo'ldi 43 sekundda comeback qilib bo'lmas ekan. Teyutimur va Jeki to'qnashuv. Teyutimurda ajoyib kill bilan polni plus va 26 bo'ldi o'sha. Nima comeback o'sha Unreal bolalar. Bol. Jekini urib yuboradimi? Voy. Просто timing tushadi. Voy, какой, bla. Ko'rishimiz mumkin qariyada. Nima qilib tashlayapti? Buni ham olib ketib qoladimi, shep? Jekini ham yana olib ketib qoladimi? Yaxshi. Buni ham olib ketdi. Absolutsiya ham olib ketardi lekin. Men bu tarafga chiqdi. 30-20 urlanchi, все, GG jigarlar. Emotsi qilsa bo'ldi, dabbasiz bo'ldi. Dabbasiz şey bo'ldi, GG. Qariyani komandasi yutdi, Qariyani komandasi yutdi. Gap bo'lishi mumkin emas bu. Endi mana finalda quvnoq do'mboqchalar protiv Teyutimur.